Ustoz, bizani qiziqtirgan savollar bor edi, o'shani Mhm. sizga bermoqchi edik. Inson aslida kim? Inson aslida kim? Endi buni har bir millat, har bir xalq, har bir inson o'zicha tasavvur qiladi, o'zicha bu masalada fikr yuritadi. Keling, inson o'zi aslida kim? Endi avvalambor ko'plab faylasuflar turlicha bunga o'z fikrini bildirgan. Keling, man o'zim fikrimdan kelib chiqib yondashamizda, faqat bitta masalada iltimos bo'ladi. Ya'ni mani fikrim haqli yoki bo'lmasa mani fikrim to'g'ri degan masaladan sal chetlashib, har bir insonni fikri bilan o'rtoqlashsak, albatta yaxshi ish bo'ladi. Ya'ni e, bu dunyoga kelgandan keyin ma'lum bir vazifani bajarish kerak. Bu vazifa nimadan iborat? Birinchi navbatda inson keldimi, demak siz kimgadir e, yordam berishingiz kerak bo'ladi. Yordam qanaqa? Qanaqadir sumkasini ko'tarib yoki nimadir emas. Sizni o'sha o'zingizni belgilangan ma'lum bir xarakterdan kelib chiqib, kimgadir yaxshilik qilsangiz, bu yordam bo'ladi. Endi bu yerda bir masalani to'g'ri tushunishimiz kerak. Aynan mana bugungi kunga kelib yoshlarimizda va hattoki o'rta yoshli qatlam vakillarida ham pul munosabatlari shakli sifatida asosiy bosqichi o'ringa chiqib qolgan. Bu eng katta xato munosabatlar shakli hisoblanadi. Aslida pul emas. Ya'ni bu aslida ya'ni insonda ishonch masalasi bo'ladi. Ya'ni ishonch qanchalik mustahkam bo'lar ekan, biz e'tiqodimiz nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, demak mani har bir xatti harakatim insoniyatga yaxshilik bilan xizmat qiladi. Mani harakatim, mani fikrim, mani zikrim demak kimgadir yordam beradi. Biz kimgadir yordam beradi deb bu masalada aynan fikrni o'tkaza olsak, ya'ni qalbimizga joylashtira olsak, bu o'zi aslida o'zimizga yordam qilayotgan bo'lamiz. Masalan, oddiygina kimnidir xursand qilamiz, biron bir informatsiyani, ma'lumotni aytib. O'zi aslida bu o'zimizni xursand qilayotgan bo'lamiz. Ko'pchilik o'ylaydiki, man kimnidir xursand qildim, kimgadir yordam berdim degan fikrda aytadi-yu, lekin o'zi aslida o'ziga yordam berayotgan bo'ladi. Demak, boshlang'ich nuqtasida biz mana shunday bildirar ekanmiz. Hattoki endi e'tibor bering, mana talabalarga biz dars berish jarayonida, demak, talabalarga ilm olgan, o'qigan, yozgan, chizgan deb gohida ularni hattoki majburlaymiz. Ya'ni o'sha talaba bugun ilmga bo'lgan munosabatini, talabani ilmga bo'lgan munosabatini o'zgartira olsak, hech bo'lmasam bir 10tasida, 100tadan 10tasida shuni shakllantira olsak, eng baxtli insonmiz. Chunki ular ertaga ro'paramizdan chiqadi. Ertaga rahmat aytadi. Bu rahmat aytishni o'zi biz uchun katta bir daraja bo'ladi. Ya'ni hech bo'lmasam bir talabani yoki bo'lmasam qaysi bir guruhni, qaysi bir insonni o'zgartirishga mani quvvatim yetgan ekan deb. Endi o'qituvchi deganda yoki bo'lmasam bu bo'ldi endi mana shu nuqtaga kelib to'xtadi degani emas. Chunki dinimizda ham aytiladiki, beshikdan qabrgacha ilm izladi. Shuning uchun ham inson mohiyatini ochishdan avval biz inson bo'lishimiz yoki bo'lmasam odam bo'lishimiz, mana orqamizdagi monitorda ham xuddi shu masala keltirilgan. Ya'ni insonni vazifasi o'zi aslida nimadan iborat deb uni titkilab, uni qidirib yurish shart emas. Men o'zim kim bo'lishim kerak? Qaysi sohani tanlashim kerak? Qaysi mutaxassisni men insoni bo'lishim kerak degan masalani biz o'zimiz avvalambor berib olishimiz kerak. Chunki mana universitetda ishlab turib biz ko'plab soha yo'nalishlariga dars beramiz. Meditsina bo'ladimi, informatika bo'ladimi yoki bo'lmasa mana psixologiya bo'ladimi, boshlang'ich ta'lim bo'ladimi? Demak, mani vazifam, ya'ni o'qituvchi sifatida, pedagog sifatida vazifam talabalarni o'zini sohasi bo'yicha mutaxassis bo'la olishiga olib kelish, mani vazifam shu. Ya'ni demak shu vazifani o'sha talabaga bera olgan ekanman. O'z navbatida men o'zimdan xursand bo'laman. Gohida ayrim talabalar ustoz, mana bu yo'nalish bo'yicha bunday dedingiz, bu yo'nalish bo'yicha bunday dedingiz deb aytishadi-yu. Mana shu ularning gapi bilan men o'zimni, demak, o'zimdagi kamchilik va o'zimdagi ayrim yo'l qo'yayotgan xatolarni tuzatishga bo'lgan munosabatni men bila olaman. Talaba qanchalik o'qituvchiga savol bersa, men juda xursand bo'ladigan tomoni shundaki, demak o'zimdagi ayrim o'sha o'zgartirishim kerak bo'lgan jihatlarni, ya'ni o'sha joyni yanada o'stirish va o'sha joyga nisbatan ko'proq e'tibor qaratamanki, demak men ya'ni o'qituvchi sifatida, pedagog sifatida o'zimni o'zgartirib va yanada o'sishimga sababchi bo'ladigan omilni ko'ra olaman.
Chunki inson mana oddiygina Suqrotni o'zi ham olib qaraydigan bo'lsak, ey baraka topkurs, mana san mana shu yoshga yetib, mana shu darajaga chiqib, san nimani olding, nimani o'rganding desa, man bilmasligimni bildim degan ekanda. Mana falsafa. Ya'ni inson, man aytamanki, bu o'sha yoshlarga bu ibrat bo'lsin. Siz qanchalik bilmasligingizni bilishingizni o'zi katta bir buyuk falsafa. Man shuni xohlardimki, yoshlarimizdan u bilmasligini qanchalik darajada bilib borsa, buni kamchilik sifatida emas, yutuq sifatida qabul qilishlarini iltimos qilaman. Juda go'zal, ajoyib javob bo'ldi ustoz. Rahmat. Vaqt ajratganingiz uchun, savollarimizga to'liq va mazmunli javob berganingiz uchun.